Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Sizlarga 2024-yilda ishlab chiqarilgan tayyor Kinda Velosiped'dagi avtomat korobka Cobalt'imizni qo'yib beramiz. Mashinamiz 17.000 km yurgan, kraskalari 100% rodnoy. Bemalol usta bilan kelib tekshirtirib olsangizlar bo'laveradi. Mashina qilingan ishlar 4 dona yaxshisidan charm qo'yib yumshoq balonlar taqilgan, metan gazli uстановка etilgan. Metallar ham pokoleniya metan. Salonlarni ko'rsangizlar bo'ladi. Salonlar akkuratniy, 17.880 km yurib turibdi. Laminatsiya ishlari qilinib turibdi. Telardan polika tashlangan. Mashinaning ichida aybi, kamchiligi, sarapina joylari yo'q. Ideal sostenida. Narxini agar olmasak, narxi 155 million so'm. Avtokredit olaman desangizlar, mashina 22 million bilan avtokreditga chiqadi. Hamma xarajatlari shuni ichida. Oylik to'lovlaringiz 4 million 600 dan 5 yil chiqadi. Qiziquvchilar bo'lsa, video ostida telefon nomerlari qo'yib qo'yaman. Bemalol shu nomerlar bilan bog'lanib, Bag'dod avtobankida kelib shu mashinani naqd pul avtokredit barter asosida xarid qilib ketsangizlar bo'ladi.